Qo'llaringizni qirsillatishning zarari bormi yoki yo'qmi? Menimcha bu ovoz hammamizning g'ashimizga tegadi. Kattalar doimo qo'lingizni qirsillatganingizda unday qilma, suyaging tez yemirilib, vaqt o'tib og'riq beradi deb ta'kidlashadi. Shu gaplar qanchalik asosli? Keling shu haqida gaplashamiz. Bu mavzu bo'yicha olimlarning fikri ikkiga bo'linadi. Birinchi toifa olimlar buni organizmga zarari bor deyishsa, boshqalari esa buning aksi. O'zi qo'l qirsillatganimizda normal fiziologiyasini tushuntiradigan bo'lsam, bo'g'imlardan tovush chiqishiga asosan ularni tortganingizda yoki burganingizda bo'g'imlar birikkan joy cho'zilib, unga tushadigan bosim pasayishi sabab bo'lib qo'lingizdan degan ovoz chiqadi. Ilmiy tadqiqotlar bu borada turli natijalarni ko'rsatgan. Misol uchun 1998-yili Donald Unger degan amerikalik shifokor 50 yil davomida faqat bir qo'lini har kuni qirsillatgan. Ikkinchisini esa qirsillatmagan. U artrit rivojlanishi jihatdan ikkala qo'lida ham hech qanday farq yo'qligini aniqladi. 2009-yilda esa ushbu natija unga Nobel mukofotini olib keldi. Nobel olish uchun bir qo'lidan voz kechadigan odamlar ham bor, Tavba. Lekin haddan tashqari ko'p qirsillatish yoki noto'g'ri harakatlar paylar va bog'lov to'qimalariga zarar yetkazishi mumkin. Xulosa o'rnida aytishim mumkinki, qo'llaringizni qirsillatish bu shunchaki bo'g'imlarni tabiiy ravishda gaz bosimini kamaytirish jarayoni xolos va qo'lni qirsillatish ko'p hollarda zararsiz va artrit kabi kasalliklarga olib kelmaydi. Shu bilan 90 soniya bo'ldi. Siz bilan Fazliddin. O'zingizdan sang.